asfaltning sifatini qatdan bilsa bo'ladi. Qaranglar do'stlar, Farg'onadan Patsakas kelgan asfalt 100 kilometr masofadan kelyapti. Endi qaranglar, bu 100 kilometrdan keyin chur sovib qoladi deydigan yo'llarga. Ko'ryapsizmi qaynashini? Akalar, ko'ryapsiz? Poqqillab qaynab ketyapti. Xuddi mana shunaqa do'stlar sifatli asfaltni uyingizga bostirmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, hozirgi kunda necha pulga tushyapti? To'lov ma'lumotini olgani yetib kelganmiz do'stlar. Hozir biz qaranglar, 300 kvadratga yaqin joy, 300 kvadratdan oshmi? 318-20. Gap yo'q, zo'r. Hozir bitta xudo xolasa asfaltni obcha berish, bosib berish, undan tashqari do'stlar katta o'ylari, hamma xizmatini mana shu akalarimiz o'zlari chiroyli holatda qilib berishadi. Uyning egasi do'stlar faqatgina do'stlar oxirida pulini sanab beradi. Undan tashqari zasipkasini olib beradigan bo'lsa, 0 ga do'stlar zasipkasini olib turib, trambovka qilish ham ichida bo'ladi. Xuddi shunaqami? Assalomu alaykum. Charchamasdan. Qarang, hozirgi kunda asfalt bostirmoqchi bo'ladigan bo'lsa, masofasiga qarab turib necha puldan necha pulgacha bosib beryapti. Chunki Farg'onadan keladi. Hozir zavoddan shagacha 100 kilometr olsa. Endi shopir ham arzon pulga olib kelmaydi. O'shuning uchun juda ko'pchilik aytayapti ekan, bizga 60 mingdan ham chiqaryapti-yu, 70 mingdan chiqaryapti, 75 mingdan chiqaryapti. Yo'q, akalar, agar siz o'sha zavodga bir 20 kilometr yaqin joyda bo'lsangiz, sizga ham 60 mingdan bosib berishaveradi. Muammosi yo'q. Lekin 100 kilometr bo'ladigan bo'lsa, iloji o'zgacha xarajati qo'shiladi. To'g'rimi? Gap yo'q, zo'r. Hozir bunga qanaqa asfalt kelyapti, bitimi qanaqa, pisoyi necha marta yuvilgan asfalt bu? Buni pisoyi sifat standartidan o'tgan bo'ladi. Eng toza pisoyni olib. Eng toza pisoy. Hech qanaqa sho'ri yo'q, 2 martalab yuvilgan toza pisoyda rossiyskiy bitimda asfalt chiqqan. Rossiyskiy bitim bo'ladi. O'zlari shuni tanlashganlari uchun rossiyskiy toza bitimda chiqardi. Endi O'zbekiston ham bor. O'zbekistonniki ham chiqarsa bo'laveradi. Buni pulicha yengilroq bo'ladi, buniki qimmatroq bo'ladi. Lekincha qimmatroq bo'ladi. Lekin tavsiya qilmaysiz. Endi undan imkon qadar mana shunaqa maynini o'zimizga mosinali chiroyli qilib chiqarib berganimiz yaxshi. Sababi ko'proq tursa uyda egasi bizga klient ko'proq jo'natadi. To'g'ri. Undan tashqari do'stlar, bu qilinayotgan ish ertaga misol o'sha yillar davomida xizmat qilib beradi hamda. Keyin to'g'rimi? Gap yo'q, zo'r. Hozir bunga pisoyi sho'r chiqmaydi, yuvilgan, undan tashqari qo'shilgan bitimi, xudo xolasa rossiyskiy bitim qo'shilgan asfalt bu. Ha, maynligini ko'raverasiz, eng katta toshi o'sha semichka tosh deydi. Gap yo'q, akalar, maynligi shebeni yo'q, biroqda sheben tashalmaydi. Shebeni yo'q. Gap yo'q. Ko'cha tashkilotlar bo'lsa, ularga kelishilgan holatda sheben aralashtiramiz, og'irlik mashinasi harakatlanadi. Chunki katta mashina yurganda akalar mayda bo'ladigan bo'lsa titvoradi. O'shuning uchun unga kattaroq toshlar qo'shiladi. Bilsalaring, katta yo'lga bosilgan asfaltlarda katta tosh ko'proq bo'ladi. Sababi mashinani baloni burilganda titvormasligi uchun, to'g'rimi? Xuddi shunaqa. Og'irlik ko'tarish uchun, cho'kmasligi uchun chegirikroq. Hozir xudo xolasa qarang, bu 300 kvadratdan oshiq deyapmiz. 300 kvadratdan oshiq joy uzag'i qanchada bitadi? Uyda egasining ortiqcha vaqti olinmaydi? Yo'q, 1 kun. Zasipkasini olib beradi. Hammasi bilan bir kunda zasipkasini qilamiz, albatta kechgacha asfaltni bosib ketadi. Kechgacha asfaltni bosib chiqib ketiladi. Shunda necha puldan necha pulgacha ketyapti asfalt? 60 mingdan 85 minggacha kvadrati. Tonnasi 600 mingdan 850 minggacha tonna. 600 mingdan 850 minggacha. Narxi ichiga o'zingiz zavoddan asfaltni olib keltirasiz, mashinani haqqini berasiz, akalarimizning haqqini berasiz. Undan tashqari tagiga olib bergan zasipkasini 0 ga o'tkazib berish. Xullas hamma xizmati narxi ichiga kirib ketadi. Gap yo'q, zo'r. Uydagi zasipka bilan abetini qilib bersa bo'ldi. Zasipka bilan abetini qilib bersa bo'ldi. Xudo xolasa qilinayotgan ishga xudo xolasa kafolat beriladi. Kafolat 1 yil ichida qanaqadir holat bo'lsa, ko'chsa, yorilsa, uqalansa, hozirgacha uqalangan yo'q. Mabodo shunaqa bo'lsa, borib qilib beramiz. Endi mabodo uyda egasi keyinchalik biz ketganimizdan keyin turba ko'lasa, shu o'rtaga yaqinlashib qolsa 2-3 kilometrda bepulga ham beraveramiz. 1-2 metr bo'ladigan bo'lsa hali. Uni bo'lib qolsa, keyin o'zi ko'ladi. O'zi ko'ladi. Mayda shuyda narsalarni anaqa qilib beraveramiz. Endi hali o'zi polni o'yvorib turadi. Unda yo'q. Endi lekin hali xunuk bo'lib qolsa, o'zi nimadir qilsa, xunuk bo'lib qolsa, undan qilib ketaveramiz. Gap yo'q, zo'r. Qarang, hozir mana oddiy misol batta sahnda o'sib bo'lgan, zasipkasini yayilgan, asfalt bosilyapti. Bir xilga xonadonlar bor, iminni burchatga bosgan joylar bor, istashga qilingan joylar bor. Uni ustidan ham asfalt bosayotgan joylar ko'ryapsiz, to'g'risi. Unaqa joylarga ham o'zingizdan bosyapsiz. Hozir misol unaqa joylarga bosiladigan bo'lsa, misol pastdagi zasipka, masipkasi addenniy bo'ladimi yoki u narx tushadimi, ko'taradimi, qanaqa bo'ladi? Uni ham so'rashadi. Agar 0 chiqqan tekis bo'lsa, narxga ta'sir qilmaydi bu. Narxga ta'sir qilmaydi. Baribir sabab 1 kun bolalarda vaqt ketadi, o'shda baribir o'sha texnikalar ishlaydi. 1-2 ming so'm raznica qilishi mumkin unaqa joy. 1-2 ming so'm raznica qilishi mumkin. Lekin burchatkani ustidan ham bosib beraverasiz. Bossa bo'laveradi. O'zi bosilyapti ham, ha? Bosyapmiz. Gap yo'q. 1,5 o'tgan yaqinda bosdik, 1,5 ming kvadrat beton ustiga 3 kun bo'lgan qo'yilganiga. Tashkilot ruxsat bermagan betonga. Asfalt bilan sammensli tashkilot bo'lgan, ustiga asfalt bosdik. Kechqurun
11 da boshladi, ertalab 6 gacha 1,5 ming kvadrat joyda bosdik. Gap yo'q. 1,5 ming kvadratni. Zo'r. 20 kishida bolalar bosishdi. Gap yo'q. Hozir sir bo'lmasa, bu xonadon to'g'risi 100 kilometr uzoq joylashgan. Necha puldan tushyapti uy egasiga aka? Shu rossiyskiy bitim eng mayin birinchi sort asfaltni 72 mingdan boshlaydi. 72 mingdan akalar 1 kvadrati qaranglar mana. 72 ming so'mdan 1 kvadrati hamma rasxodi ichida buni ham hisobga olib qo'yish kerak, chunki asfaltli rossiyskiy bitim, yuvilgan pisoy, mayin, akalarimiz o'zi kelyapti. Xuddi mana shu holatda bir xilda 5 santimetrga undan tashqari uklonni nolga olinadi. Bu tomondan nariyoq tomon baland bo'lsa, agar o'tga qarab turib uklon olingan akalar bir xilda yomg'ir yog'sa yoki suv tushsa, bir xilda ketadigan yomg'irni nolga olishadi. Bular hamma narsasini tekislab berishadi. Qilingan ishga bir yil kafolat beradi. Ya'ni bir sezon qish, qor, yomg'ir, bahor hamma narsani bitta ko'rib oladigan qilib, garantiyali bosib berishi shunaqa bo'ladi. Agar masofasi yaqinroq bo'lsa, narxi sal arzonroq bo'ladi. Endi o misol Andijonda o Xonobod tomonlar bor. Aytlar juda uzoqda. To'g'risi biz o'zimiz ham ko'p boramiz. 60 kilometrsiz chiqadigan joylar. Endi unaqa joylarga misol mashina ham arzon pulga olib bormasa kerak. To'g'rimi? Zavodda mashinasi bo'lsa. Tevasida chiqadi-da. Gap yo'q. Zo'r. Xudo xolasa agar xonadonga bo'ladigan bo'lsa, hamma rasxoti ichida qilib turib 60 mingdan 85 minggacha bosib beraverasiz. Undan tashqari agar yo'llarga bo'ladigan bo'lsa, tonnasi 650 mingdan 850 ming so'mgacha. Katta yo'llarga spes texnikalar bilan bosiladi. Hamma yo'q bor. Hech qanaqa qatgacha xizmat ko'rsatamiz hozir. Misol vodiy, Toshkent voha. Ichida bo'lsa o'zim borib zakaz hammasini o'zim olaveraman. Bemalol o'zim bilan gaplashaveradi. Voha, Toshkent, Liboy 12 ta viloyatda odamimiz bor. Bemalol borib o'lchashadi. Faqat unda katta kvadrat bo'lsa o'zim boraman. Mahalla tashkilot bo'lsa boraman. Xonadon bo'lsa o'zlari borib o'lchab berishaveradi sheriklarini. Lekin sheriklar bemalol ishni bitkazib berishadi. Viloyatda bitkazib berishadi. Xudo xolasa ular ham rossiyskiy bitim xuddi mana shunaqa toza yuvilgan pisoyda qilib beradi. Faqat narx tomondan ularniki qimmat yuradi. U vohadagi bilan Toshkent qimmat yuradi. Ha, ularcha qimmatroq yuradi. Lekin vodiydan bo'ladigan bo'lsa narx o'zgarmaydi. Narx o'zgarmaydi. Eng oxiri 85, eng kichkinasi 60 mingdan boshlanadi. Gap yo'q. Akalar, xudo xolasa agar siz ham uyingizga asfalt xizmatini chaqirtirib, sifatlisini bostirmoqchi bo'lsangiz, akalarimiz video pastiga nomerlarni joylab ketamiz. Aloqaga chiqadigan bo'lsangiz, chiroyli holatda inshaalloh xuddi mana shunaqa qilib bosib berishadi. Yana bitta savol oxirida aytib ber. Asfaltni bosib bo'lgandan keyin ustiga qum chatsimi, sement chatsimi? Qum sachsin. Qum chatsini. Shunday juda ko'pchilik so'raydi-da, qum chachaylikmi, sement chachaylikmi? Sement chatsa qattiqroq bo'lar ekan. Men bittasidan eshitdim, sement chachib bo'lmasa ekan, sement qanaqa joylarga, mabodo o'shanaqa buriladigan mashina ko'p razvorat qiladigan joylarga mayli chatsini qo'ygan joyiga qum chatsin deyapti. Qum chatsa yaxshi bo'ladi. Chunki qum chatganingizda do'stlar, mana shu to'lmagan ko'zlari to'lib oladi, bitimga aralashib do'stlar, proshniy bo'lib, tekis bo'lib qatib oladi. O'zi bunga sachmasa ham bo'laveradi. Mayinligi o'sha mayni, endi uyda egasi kimdir tavsiya bergan chachaylikmi deysa, mayli deymiz, lekin eskidan chachib kelinganda iloji yo'q. Gap yo'q. Agarlar xudo xolasa pastda nomer, inshaalloh aloqaga chiqinglar, vodiy bo'ylab cho'tki qilib bosib berishadi. Hamma rasxodlari o'zlaridan. Oxirida bitta pulingizdan ham abetini qilib berasiz. Undan tashqari do'stlar, chiroyli qilib xizmatingizni bitkazib ketishadi. Agar tashkilot bo'lsa, persiliniga ham qilib beraveramiz. Ha, shu orqali ham ketaveradi. Shu orqali ham ketaveradi. Zavod o'zimizda, hech qanaqa nimasi yo'q. Bemalol o'sha shotga tashlab berishaveradi, shu orqali ham ishlayveramiz. Gap yo'q. Xullas to'liq muammo yo'q ekan-da. Muammo bo'lmaydi. Pul tomondan bo'lsa, eng arzoni o'zimizda. Xudo xolasa. Zavod o'zimizligi uchun bemalol anaqa qilaveramiz. Gap yo'q. Akalar, xudo xolasa agar sizda tashkilot bo'ladigan bo'lsa, перечисление qilib o'tkazaman deydigan bo'lsangiz, o'zlarining shotlariga tashlab beradigan bo'lsangiz, zavod shotini berishadi, tashlaysiz, ishingiz bitib ketaveradi. Faqat naqd pulga ishlaymiz deydigan xonasi yo'q. Xudo xolasa tavsiya qilamiz akalarimiz ishlarini do'stlar, o'zi ko'rib turibsizlar, sifati chiroyli holatda turibdi. Hammaga nasib qilsin, pastki nomerga aloqaga chiqinglar. Ijtimoiy tarmoqlari ham bor. Qilingan ishlarda videolar, rasmlarni tashlab berishadi. Yo'qsa zakaz qilasiz, inshaalloh chiroyli qilib bosib berishadi.